Bu qatim hamda rasmiy o'zining peshonasini yerib oldi. Namoz haqida jo'yilib, musulmonlarning islomning turiga bo'lgan 5 vaqt namoz yani eng savatsiz bir mikrofon tanlasa namoz haqida dunyoda har qanday o'zi musulmon deb. Hatto 5 vaqt namoz o'qimaydigan insonmi tanlasa 5 vaqt namoz Allohning musulmonga bekitgan bir farzi men qilolmayotman amma deb o'qiyolmayotman u deb xijil bo'ldigan bir. Hamma odam farz ekanligida hiçbir insan şübhe qilmaydigan bir masalani o'tirib qo'yib, bu mushriklarning namozi degan yerga apadamdi. Bu darajada yo'ldan chiqdi. Mushu jo'ylimalar haqida biroz bekab qolmaslar. Bu ozg'un zindiqlar 5 vaqt namoz demdaysa, payg'ambar esa payg'ambar bo'lishi ilgirki bir namoz dedi. Ya'ni islom kelishi ilgari jahiliyatga mushriklarning namozi edi, islom bilan aloqasi yo'q 5 namozning dedi. Shuni nerdan o'z og'zi bilan o'zini inkor qildi. Gaplari. Xo'sh. Bu orqali bular 5 namoz haqoratlamoqdi. 5 namozni farz qilgan Janobi Allohga va 5 namozni insonlarga, musulmonlarga yetkazgan Muhammad alayhisolamga qarshi chaplamoqdi. Butun dunyoda musulmonlarimiz masxir qilmoqdi. Aqasim kofirning namozini o'qiyotsa, mushrikning namozini o'qiyotsa, 5 namoz deydigan namoz yo'q. Aqling aqasini elishib qolibdi. Sarang aqasini. Shu. Nimish qaz bular musulmonlar namozi nimaga o'xshat desa, mushriklarning jahiliyatga mushriklar namozi o'xshat. Aqling sarang aqasini. Bir inson so'ramaydi-ki mushada. Sen madamiki Qur'oni Karim bizga yetarli Qur'oni Karim nima degan bo'lsa shuni qilamiz deysan. Unda olsan 5 vaqt namozni mushriklarning namozi deganga Qur'oni Karimdan bir oyatni sen qani daltila deb buni so'raydigan bir insonning har qanday inson aqli keldi-da, o'zining deyotgan gapini o'zi inkor qildi. Bu so'zning o'ziga qarshi bir isbotda aslida. Qani Qur'oni Karimdagi isboting mushriklarning namoz deydigan isboting qani degan. Yo'q masalanga. Payg'ambar alayhisalom va musulmonlar 5 vaqt namoz 11-yil payg'ambarlikning 11-yil Madinaga hijrat qilishi ilgari farz qilingan qadar atiganda 2 rakat, kech 2 rakat namoz o'qiydi. Kechalik ibodati u boshqa. Bu payg'ambarimizning va musulmonlarningki o'qib kelgan namoz. Endi bu zindiqlarning gapi bo'yicha musulmonlarning o'qib kelgan namozi mushriklarning namozi bo'lsa, o'xshash bo'lsa, ado qilish jihatdan, shakl jihatdan, rakatlar jihatdan. Qur'oni Karim mushriklarning namozi haqida nima deydi? Bu zindiqlar Qur'onga ishonmaydi degan yerim shart. Men oyatni ya tiqib qo'yaylik, ya ko'maklik, ya bilmaylik uchun, aqlsiz bo'lganlik uchun, tafsir shunasi bo'lmaganlik uchun, bir o'qimagan savotsiz bo'lganlik uchun. Qur'oni Karim mushriklarning namozi va ma kana salatum indal bayt illa muka'an va tasyan. Mushriklarning namozi qanday o'yon kulki bilan bo'lgan. Chaqchaq bilan bo'ldigan, isqaytish bilan bo'ldigan, chavoq chelish bilan bo'ldi. Bularning namozi shu Alloh sajda qildik degan bo'lsa, namoz o'qidik degan bo'lsa, bunda o'qiydi. Bu islomdagi namoz, payg'ambar islom o'qigan namoz, musulmonlar islom kirgan tat o'qigan namoz, mushundaq namoz bilan o'xsham tezindiqlar deb baqishgan. Demek bu oyatni ya bilmaydi, bilgan bo'lsa-mi, o'zininki yolg'on yovdan isbotlash uchun buni tilg'anmaydi. Bu darajada musulmonlarni haqorat qildi, dunyodagi musulmonlarni emas. Yoki o'zininki ideyasidagi boshqa musulmonlarni emas haqorat. Mushriklarning namozini o'qiyotsan deydi. Xo'sh. Burada so'rashimiz, sen o'z qanday qilsa, qaysi namozni o'qisak bo'ldi? Bu zindiqlarning birisi Amitabh deb Hindistonning butlarining birisini rolini olgan bir vaqt. Yani bozag'i cho'qinib, sajda qilib o'qi. Balki mendek o'qu demoqchi bo'lsa kerak. Biz bu vaqtdagi yana tafsili to'xtalamiz. Bu birinchi bularning jo'yishiga javob. Qisqacha chunki qolganini demasakmi, xalqimiz qo'yib bersak yetarli. Ikkinchisi bu saxtipaz kazzablar bu 5 namoz o'qigandan foydasi yo'q. 3 namoz o'qisan shu bola, uni eshib ketsan hech qancha foydasi yo'q. O'zidan og'zidan chiqqan. Bular deydigan namoz 3 vaqt dedi. 5 vaqt namozdan foydasi yo'q. Ama Qur'oni Karimga qarab baksa, Qur'oni Karimda nima deydi? Bu zindiqlarning so'ziga Qur'oni Karimning o'z oyati bilan javob beramiz. Hadis makkamaymiz. Xo'sh. Qur'onda deydi: "Vasta'inu bis-sabr was-salah va inna lakabiratun illa al-khashiyin." Sizlar dunyo qiyinchiliklariga taqobil turishda, nafsinglarga qarshi turishda, shahvatlarga qarshi turishda, har turli qiyinchiliklarga taqobil turishda ikki narsaga muhtoj. Birisi bardoshlik beranglar dedi. Jangivar bo'langlar, irodalik bo'langlar, qaysar bo'langlar. Biroz qiyinchilikni kelib qolsa, iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy qiyinchilik, u qiyinchilik kelib qolsa, buning chinanglar dedi. Bilmas. Enin kendi ruhinglarni kuchlantirish uchun namoz.
energiyalarni jonlantirish uchun namoz o'qinglar dedi. Ma namozni hammadan o'qimaydi buni. Bu namozni kim o'qiydi desa, qalbi Allohga bog'langan, jannatga tashna bo'lgan, do'zax azobidan ansiraydigan, Allohdan qo'rqadigan ma odam o'qiydi. Bu umr bo'yi o'qiydigan bu namoz haqiqatan jaboliq bir namoz. Shu. Hech odam buning bardosh qila olmaydi. Faqatlam xoshiin subti kelgani o'qiydi. Allohdan qo'rqadigan. Qo'rqadigan o'qiydi. Ammo zindiqlar, fasiqlar namozdan kelib chiqib qolib besh og'riydiganlar, yo'q namozni tadrij yo'q desak bo'ldi deydiganlar bu yo'q bo'lmaydi. Shuning uchun islom dini Allah subhanahu wa taala 5 vaqt namozni farz qilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisolamning sunnatini qo'shdi. Ruhinglarni kuchlantirish uchun. Alloh bilan bo'lgan munosabatni har zamon, har kun, har soatda sizlar bog'lashga, yaxshilashga muhtoj deganlik sababdan uning bilan birlik payg'ambar alayhisolamning sunnatidan sirt yani nafl namozni yo'l qo'ydi islom dini. Taharatdan keyin o'qiladigan, azon orasida o'qiladigan, chachqa namozi degan qo'shish namozlarni yo'l qo'ydi. Demak, bu zindiqlarga bu 3 vaqt namozning boshqasini o'qisan, bu namoz Qur'onga foyda yo'q dedi. Qur'onning o'zi qarsak, musulmonlarning hayoti qarsak, bu zindiqlarning gapidan tamamen yolg'on ekanligi, islomni Xitoy qo'shib o'rib tashlayman, namoz cheklayman degan qo'sh bir sapsat ekanligi ochiq chiqib turdi. Ya'ni bundan boshqa Qur'on Karimda necha oyat bo'lsin, yana bir misol kerak, bir dalil kerak. Qur'on Karimda inna salata tanha anil fahsha'i vel munkar. Namaz insonni yomon ishlardan, yomon xiyollardan, ozg'un fikrlardan, zalolatdan, fasiqlikdan, shaytonning vasvasalaridan hammadan to'sadi dedi. Ixlos bilan samimiy o'qilsa. Bu namozning ahamiyati, foydasi haqida to'xtaladi. Bu zindiqlar deydiki, o'sha namoz o'qisa, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Qur'on Karim bu Qur'onning o'zi javob berdi. Demak, bu Qur'onga ishongan bo'lsa, bundaq demaydi. Qur'onga ishonmaganligi, Qur'onni inkor qilganligi, mana mushu namozdan keyin 3 namozdan boshqasining foydasi yo'q degan gapdan chiqib turdi. Xo'sh. Qur'onning o'zi buni yetarli javob. Bu Qur'onni inkor qilishlar o'zi deyotgan, masalan, 3 qatim bo'ldi deb qanday namoz o'qiydan bu Qur'onni inkor qilayotgan bu maxluqlar? Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasini inkor qilgan. Faqat Qur'on bo'yicha namoz o'qiymiz, Qur'onni tutib olmasak biz yetarli deydigan bu zindiqlar qanday namoz o'qiydi degan savol albatta tushadi. Biz sunnat kishilmaganda Payg'ambar alayhisolamning hayotini afsona xiyol deganga o'xshash bularning tasavvuri bo'yicha, yoki Payg'ambar alayhisolamning sunnatini inkor qilgandek Qur'onning ba'zi oyatlariga ishonsin, ba'zi oyatlarni inkor qilayotgan bu zindiqlardan so'rab boqaylik. Ya zindiqlar, ozg'un zindiqlar. Agar sizlar diplomlar rasul bo'lsanglar, bandat namoz o'qigan bo'lsanglar, bandat namoz 2 rakat bo'ladi deydigan bu oyat qaysi surda bor, nima deb baqishasiz? Agar sen Qur'onchi o'qib qolsang, Qur'onga amal qilgan bo'lsang, mush Qur'on biz yetarli deydigan bo'lsang, Muhammad alayhisolamning sunnatiga, hadislariga hech narsa ishonmaydigan bo'lsang, bandat namozni sen ba deb qarab qolsang, ish o'qimas o'zing bilsa, siz zindiqlar. 2 rakat deydigan Qur'on deyilgan ko'rsatdi. Bandat namazın başka pişim namazı, asr namazı, namazşam xutba namazın rakat sağlar Kur'an'ın qaysi ayeti, qaysi surda bari ko'rsatib baqasındı. Namaz mandaq şekilde ada qılındı deydigan ayet qaysi surda bari chiqarazındı. Namazdaki şartları, namazın buzutulgan amallar qaysi ayeti bari deyişazındı. Namaz qandaq başlanıp qandaq axırlandı deydiganning dalili qaysi ayeti bari chiqarazındı. Nima uchun namoz o'qigan vaqtda rukuni bir qilamiz, sajdadan chiqib qolamiz, o'xshash qilmay. Qani oyat. Qani oyat bilan chiqarazimdiqlar. Nima uchun tashahhudda o'tiramiz, hammani o'rtirib yug'ishtirib etmay. Chiqarazimdiqlar. Bu zindiqlar buna javob berolmaydi. Chunki bularningki tayangan narsa hammasi xiyoldan iborat. Hammasi sapsatidan iborat. Hammasi zahardan iborat. Tayindigan hech qanday dalil yo'q bu zindiqlar. Xo'sh. Bu namoz bo'lmagan yerda undan boshqa ishlardan bo'lmaydi. Yani bularning degani biz skolarizm bo'yicha yozsak, tadrijiy islomdan chiqib ketsak bo'ladi dedi. Yani islomning ko'rsatmalari bu vat degan gap bo'lmasa, kallamiz bo'yicha, Yevropa bazasi bo'yicha birisi 5-boshqarma o'z zamonida Hindistonda harakat qilgan o'xshash balkim setib olgan bo'lsa, yana bizning bir joy setib olgan bo'lsa, biz xohlagan bo'yicha, skolarizm hayoti bo'yicha namoz ibodat demay, halol harom demasa yozsak bo'lgan maqsadda o'tirib chiqqan bo'lishi mumkin. Belki bu vaqtda keyin to'xtalamiz. Shuna bir savol chiqdi. Bu zindiqlarning, bu azg'unlarning dalili yo'qmi deyish mumkin. Bu zindiqlar dalil keltirayotgan bir oyat bor. Ma farratna fil kitab min shay. Ma farratna
Gül kitabının işi. Biz Kur'an'da hech qanday narsani chala qo'yib qo'ymadik degan bu oyatni tutib turib, Xo'sh. hamma narsa Qur'onni bor deb qaraydi. Bu oyatni to'g'ri tushungan bo'lsa, metodi bilan tushungan bo'lsa, tafsir qilish, tahlil qilish, tahqiq qilish metodini bilgan bo'lsa jo'lamaydi. Bilmaydi-ku jahil yani. Bu oyat islomning prinsiplarini asos nuqtani ixcham bayon qildik. Tafsilotini payg'ambar sizlarga deb berdi. Agar dini aloqador masala bo'lmasa, buni aqlinglar bilan ijtihod qilsanglar, tafakkur qilsanglar, izlansanglar bo'ldi. Masalan, siyosiy hayot qo'shish, partiya qurish qo'shish, davlat qanday idora qilish, aqliy masala bo'lib qolsa aql bor. Ammo diniy masala bo'lib qolsa, buni aql bilan yuritib bo'lmaydi. Cho'qim bunaqa manba lazim. Bu oyatni bo'lib tushunmaydi. Chunki bu oyatga asosan Qur'on hech qanday chalib qo'yimdiq deganki, namozning shaklimi, oda qilish shaklimi Qur'onda bor deb qarab qolaylik. Chunki boshda oxiri Qur'onning tafsirini bilmagachga yoki o'qimagachga bilmagachga. Xo'sh. Am Qur'on qarshi namozni ado qilish shakli yo'q. Bu yerga kelgan chaqda cho'qim biznasi ish kerak. Biz Qur'on bo'yicha ma'nimizni qarsak topam buni surib atab das qarsak namozni qanday o'qiydigan to'g'ri biznas chiqmaydi. Sunnatga qaytarilsa gap yolg'on bo'lib qoldi. 100% kazzoblik chiqadi. Shunga o'zini chand tutmaslik uchun cho'qim bu yerda ya shi'alniki xurofat afzallarga tayinlanadi yoki uni sharqshunoslarniki zarlari bo'yicha uli yo'q so'zlaylik. Yoki bo'lmagan bo'lsa, buni jugunni tutgan istixborotlar maydonga chiqib bu millatni bo'lmamsan deb yana sanjiqlik bo'ladi. Bundan boshqa ehtimollik yo'q. Chunki bu kasbiy odamlar emas o'zidan sahasi. 4 yil bir maktabda o'qib, 4 yil bir diplom olib, ya qumda o'qib kelgan bo'lsa, men shialigini tashabbus qilaman deydigan, ya Gollandiya sharqshunosligida o'qib, men sharqshunoslik bo'yicha biznes deb baqsam bo'lamdik deydigan kasbiy emas hech qaysi. Xo'sh, xo'sh. Chunki bu kasbiylikdan so'z ochqani bo'lmaydi. Xo'sh, endi Qur'on qarasak, 5 vaqt namozning ishorati bor bo'lsa, 5 vaqt namoz ishorati aniq. Shunday bo'lsa-mu, bu Qur'ondan ba'ziga ishini, ba'ziga ishonmaydigan bu zindiqlar namoz 3 vaqt deydi. Bu o'zini Qur'onchi deb niqoblab olgan bu zindiqlar 3 vaqt namozdan ittifoq emas. Va bizdan zindiqlar uni deb baqqan bilan, men arab dunyosi zindiqlar va boshqa zindiqlar boshqa ish bilan deydi. 3 vaqt namozmi ittifoq. Enin kendinde namaz 2 rekat degan bo'lsa, ba'zi namozda 2 rekat deydi, ba'zi 1 rekat deydi. Ba'zi juma namozini e'tirof qildi, ba'zi juma namozimi yo'q namoz deydi. Xo'sh, xo'sh. Bu zindiqlar namozdan ado qilish shaklida ittifoq emas, namozning vaqtida ittifoq emas. Bir narsada ittifoq. Qur'onning hammasiga ishonadigan musulmonlarni zaharlashga, ozdirishga, qo'ymoqtirish ittifoq. 5 namoz o'qiydigan musulmonlar hujum qilish ittifoq. İttifaq yerim shu. Uningda boshqa ittifoq yeri yo'q bu. O'zini Qur'onchi deb atab olgan saxtipazlarni. Bu yerda shuni kisb ayta olamizki, 5 vaqt namozningki ado qilinish shakli musulmonlarga payg'ambarimizdan inkor qilg'ini bo'lmaydigan darajada ehtimal, ya'ni xato bo'lib qolish ehtimolligi bor debmi, tasavvur qilg'ini bo'lmaydigan darajada musulmonlarga yetib kelgan. Ya'ni motivator yo'lga yetib kelgan. Xo'sh. Namoz Payg'ambar alayhisolamdan tatib musulmon bo'lgan har bir musulmon jamoat bilan masjidda, jamialida minglab jamoat bilan naql qilib kelgan namoz. Sallu kama ra'aytumuni. Bu 30 odamdan 40 odamdan hadisdagi ba'zi yo'llarga o'xshash. Unda aytib kelgan minglab odam. Shu buni xato bo'lib qolish ehtimolligi, o'zirib qolgan bo'lish ehtimolligi, qo'shilib qolgan ehtimol qat'i yo'q. U darajada yetib kelgan bu namoz. Bu motivator buni ishonmaydi. Ammo Qur'onga kelgan oyatlar motivator yetib kelgan, Qur'onga ishondik deydi. Mayaka 200 ming munofiqlar bo'ladi. Motivator, Qur'on motivator o'g'atishimiz deydi. Bu namozningki musulmonlarga amaliy yo'lda minglab odamlar bilan motivator kelgan, bu yerga ishonmaydi. Bu motivator deydigan gap ishonmaydigan bo'lg'achqa sizga namozningki ado qilinish shakli haqida va namozning soni haqida bular boshqa ko'z qarashdi bu. Ya'ni inkor qilishadi. 5 namoz degan gap yo'q deydi. Shunga bu namozning shakli o'zgargan bo'lishi mumkin deydi. Hadisdan ba'zim yolg'on bo'lgandek, hadisdan ba'zim unda bo'lgandek, cho'qim bu namozning bir yeri bor. Bu o'zgarib ketadilar. Muhammad alayhisalom o'qib kelgan namoz emas hozirgisi. Demakchi bu zindiqlar. Xo'sh. Endi bu zindiqlar yana so'raymiz. Namozning 5 vaqt ekanligi namozning takbir bilan boshlanib, qiyomda turish, ruku qilish, sajda qilish, tashahhudla davom qilib, salom bilan oxirlashadiganligi butun dunyo musulmonlar ittifoq kelgan masala. Xo'sh. Nima ish bular buni ittifoq kelolmaydi?
bularniki boshqacha uni buni sharqshunoslarniki yoki shianing yana bizning gapini deb millatni bo'lishib urinishdan nima foyda chiqadi? Maqsad nima? Nima natijaga erishmoqchi? Bu bir tarixiy haqiqat bo'lsinmi? Sharqshunos va boshqalardan zaharlanayotgan bu kazzablar deydi namozning shakli hozir Qur'onda yo'q deydi. Agar Qur'onda bo'lgan bo'lsa biz shuni tutmaydik deydi. Unda bo'lib qolsa namoz o'qimsa o'qimamsan zindiqlar. Namoz o'qisan qanday o'qiysan? 2 sajda qilib o'qimsa, 5 sajda qilib o'qimsa bir rakatda. Yoki sajda qilmaylar Amitabh deb o'qimsa, ba'zilarning rol olganga o'xshash. Bundan javob berish. Namozning shakli Qur'onda bo'lganimiz alatdi. Unda sen qanday o'qiysan namozni? Agar musulmonlar o'qiydigan bo'lsang, nima uchun shak qilasan, nima ish buni inkor qilasiz? Nerede bor Qur'onda bunda musulmonlar hozirgidek o'qiydi degan mushunday tafsilot Qur'ondan nerede bor? Namoz o'qinglar deydigan buyruq bor Qur'oni Karimda, ammo uni o'qish ahvoli payg'ambarimizdan shak sig'maydigan darajada naql qilingan. Bularga birdigan eng tushishga javob bo'lmasin. Payg'ambar alayhisalom ve musulmonlar Allah'nınki aqimus salat namaz o'qinglar degan bu buyruqiga asosan namoz o'qib keldim Makka davridan tortib o'qib keldim. Xo'sh. Makka davridan tortib namozni davomlashtirdi. Payg'ambarimiz mush aqimus salat degan mush oyat tushgandan tortib musulmonlar o'qib kelgan bu namozning shakli o'zgargan bo'lsa buning dalili qani? Aqimus salat degan Qur'onning buyrug'i bo'ysunda payg'ambarimiz musulmonlar Qur'onning buyruqsini o'qib keldi. Biz shu bo'yicha payg'ambarimizdan namozni o'qiyotimiz, hozir o'qiyotgan namozimiz deb e'tiqod qilamiz. Ammo sen buna ishonmay qolib qolsan, o'zgartirgan bo'lsang, nima daliling bor Qur'onda? Ikkinchi bir masala bu so'raydigan bu zindiqlardan. Musulmonlar Makka davridan boshlab payg'ambar alayhisolamga ergishib hadis to'planishidan ilgari namozni hozir shakli bo'yicha ado qilib keldi. Bu zindiqlar deydiki, hadis tayinib namoz o'qilinmaydi dedi. Hadisda bunday masala bor dedi. Biz bu zindiqlar deymizki, musulmonlar hadis to'planishidan ilgari namoz o'qimtis o'qiydi. Bu 2, 3, 5 adam o'qimaydi, musulmon bo'lganning hammasi o'qiydi. Yani Medine hicret qilgandan tortib, islom davlat qurilgandan tortib, necha ming sahoba bo'lgan bo'lsa, samimiy bo'lgan musulmonlar hammasi o'qiydi. Hadisga andamasam, hadis to'planishi ilgari o'qiydi. Musulmonlar bu namozning shaklini nereden o'rgandi? Qur'onda namozni mandaq o'qinglar deydigan biror hujjat, biror dil, biror oyat bormaydi zindiqlar. Qur'onning oyatlariga ishonmaydigan, sunnatni inkor qilgan zindiqlar. Namozni mandaq o'qinglar deydigan bir hukm, bir dil Qur'onda bor. Xo'sh. Hadis to'planishi ilgari musulmonlar namozning shaklini kimda o'rgangan? Bu o'zgarib qoldi, buni javob berish. Buna javob berolmaydi. Boshqa nima alojoqsiz buna javob berolmaydi bu zindiq. Demek bularniki nishoni millatni qoymoq turish. Yugunni tutgan odamlarniki topshirgan vazifasini ado qilishdan boshqa hech qanday foyda kelmaydi bular. Millatga qilch foyda kelmaydi. Ular kelgan bo'lsa o'zining nafsiga yonchuqib keldi bu foyda. Bu savolga javob bas bu zindiqlar. Shu namozni qanday o'qiydiganini o'zlari aytog'im balkim jo'lishi mumkin. Hindistoncha o'qimdi, Taylandcha o'qimdi, yoki Gollandiyacha o'qimdi, yoki Qoncha o'qimdi. Balkim ekranda film chekib yana yo'llashi mumkin. Biz manda o'qiymiz debchi.